Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Kitobxumar jamiyat qurish, kitob o'qish odatini umumlashtirish, xalqimizning ma'naviy qiyofatini yangilash hammalarning o'rtaq orzusi. Tangritog'ning janub va shimolida qurilgan shaxsiy kutubxonalar mana mush xil o'rtaq orzuni amalga oshirishdagi eng to'g'ri, shundaqla eng unumli yo'l. Biz mushu munosabat bilan bugun Madaniyat Bo'stoni programmamizning alohida sonida ana diyorimizdagi mo'tabar shahar Qashqarda qurilgan Qutbilik kutubxonasi, shundaqla Ili vodisidagi qadimiy yurt Qo'rg'osda qurilgan xayriya kutubxonasini cho'rdab maxsus suhbat uyushtirishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Qashqar Qutbilik kutubxonasining mas'uli, jamoat arbobi Osmon Niyozojim. Qo'rg'os xayriya saxovat jamiyatining bosh kotibi, Qo'rg'os noyalik 5-o'tir maktabning o'qituvchisi Husanjon Imom. Şinjan Ma'rif Nashriyatining kandidat oliy muharriri, tonilgan obzorchi Yalquro'zi. Endi bugungi mushu temamizga ishtirok qilgan 3 aziz mehmonni tanishtirib oldik. Demak, bizning qarindoshlarimizga ayon bo'ldi, mushu kitob o'qish yilining xosiyati bilan Tangritog'ning janub va shimolida, ya'ni Qashqar va Qo'rg'os noyisida 2 kutubxona ochilibdi. Albatta bu shu joydagi qarindoshlarimizning ma'naviy hayotidagi bir cho'ng ish deb qaraymiz. Endi Osmon hojim, siz boshdan oxir mushu Qashqarda qurilgan Qutbilik kutubxonasininki qurilish musobaqasiga boshdan oxir shohid bo'libsiz. Demak, barliq ishlarga aralashdingiz. Undaqda bu qanday bir maqsad bilan, qanday bir sharoit ostida qurilib qoldi? Buningdagi mudda maqsad zodi nima? Mush yaqindan bir yoshlarninki asabiy kuchlarning oqisidan ergishib, nurg'unlagan shunda bilimsizlik holatda nurg'un yoshlarimiz behud jamiyatda jinoyatga mubtalo bo'lganlik uchun biz shuning bilan to'xta o'zimizning bir kichik jamiyatga basimizni qatini degan bilan shuning bilan hukumat partiya organlariga biz xabar qilgandan keyin bular yaxshi bo'libdi deb bizga munosabatli ko'rindi. Qashqardagi Fazil Sariyninki 3-qavatda 350 ming pound yani bizga hadiya qildi shuni qilsa deb. Shuning bilan shu ilg'or korxonchilar qanday ish bo'lsa mana deb jiroq qilgandiki yo'ldoshlarni chaqirib shuning bilan bu kutubxonani qurishga bizga nihoyatda yaxshi bir sharoit bo'ldi. Shuning bilan bular o'zi bizga korxonchilar deb nima lozim, pul mana shu jamiyatimizda yaxshi ish qiladigan bo'lsa deb bular shunday aytib turganlik uchun biz buning doirasini kengaytirib shuning bilan Urumchiga kelib kitobxonaga berib bir 15 ming parcha kitob sotib oldik. Allohdan keyin bular 4-oyning 23-kuni esa dunyo kitob o'qish kuni edi. O'shning ulg'italisanglar bek yaxshi bo'ladi dedi. Shuning bilan bugungi kuni bu kutubxonani qurib chiqdik. Hozir kutubxonamizningki shu 5-oyning 1-kuni ichib o'tgan bo'lsak, bu kutubxonaga chiganligini kundalik xotirlash kitobimiz bor deb turamiz. Shu daftar tizimlar bezib, bu da shu statistika qilib kelishimizda 90 mingdan ortiq odam. Hozirgi maxsus moto ilib Qashqardagi 11 qishloq bor. Shularga doktorxonada kasallar bo'ladi. Bizga a'zo bo'lgan kishilar uyda kasal bo'ladi. Shularga tulpin qilsa, chiramasa, qaysi kitob bo'lsa shuni chiqib beryapmiz. Tush vaqtlari kutubxonaning ichida uyga bormay to'xtasa tamoqlarimiz bor. Qashqar jasoratninki yemak ichmaklari to'liq. Bizim ta'siri doiramizni kuchaytirib, hozir o'zi To'qizaq noyisga, Yanshar noyisga 2 dona kutubxona qilishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qashqar xalqining bizning kutubxonamizga bo'lgan o'zi qarshi yaxshi. Yezdagi dehqonlar bir qatam faoliyat olib bordik. Ikkinchi qatam o'qituvchilar faoliyat olib bordik. Oldimizda shu diniy zotlar faoliyat olib bormoqchi. Bu faoliyatimiz kitob o'qish faoliyati. Shahar oilalarida komitet asos qatlamlarga berib xizmat ishlab ularni munosabat edam uvat beryapti. 8-oyning 20-kuni Qashqar shaharlik partiya xalq hukumatininki qo'llab quvvatlashi bilan shuning bilan Qashqarda o'zi xayr saxovat jamiyati degan jamiyatni qurdik. Endi Husanjon muallim, bir shaharda bir kutubxonaning qurilishi nihoyat cho'ng ish deb qaraldi. Endi shu xayriya kutubxonasi Qo'rg'osda qurilibdi. Endi qanday bir maqsad mudobil qurib qoldinglar? Hozirgi ta'siri qanday bo'lyapti? Xayriya kutubxonasining qurilish jarayonini bayon qilishdan avval Qo'rg'os noyalik xayriya saxovat jamiyatining qurilish jarayonini azroq sharhlash to'g'ri keldi. 2013-yil Navro'z oyining 21-kuni Qo'rg'os noyalik partikom xalq hukumati Qo'rg'osdagi har soha
her kasıptaki ommaning birlikda qo'llashi ilhomi bilan Xayriya saxovat jamiyati rasmiy qurildi. Xayriya saxovat jamiyati ma'rifni o'zininki tub nishoni qilish bo'libmi, oliy ma'rifni o'zimizniki saxovat ishlarimizniki tub nishon qilib tanlab oldik. Endi shu planlarimizning ichida bizning yaqin bir qancha yillik eng chong planimiz birisi diyorimiz qo'rg'asi bir kutubxona qurishdi. 2015-yilning kitob o'qish yili bo'lib qurilishi bizning kutubxonaniki qurilish xizmatini tezlatdi. Bizning korxonchilarimiz, tijoratchilarimiz, diniy zotlarimiz, ziyolarimiz agar sizlarning kutubxona quradigan shu ishinglar ro'yab chiqadigan bo'lsa, mana biz yordamimizni aymaymiz. Shu kuni shu faoliyatdan 200 mingdan ortiq naqd pul tushdi. Shuning bilan biz Qo'rg'as diyoridagi Avat bozor rastasining bir bo'lgan Yil diyor o'ltiraq rayoniniki ichiga 130 kvadrat ko'lamga kutubxona birini qurib chiqib oldik. 2015-yili 11-yilning 14-kuni dag'dug'liq jamiyatga yechib o'tildi. Endi Yalqinqa, siz mayli Xayriya kutubxonasi bo'lsin yoki Qashqardagi Qutbilik kutubxonasi bo'lsin, shu ikki kutubxonaning ichilish marosimida qatnashibsiz. Uningdan keyin shu ta'sirli minutlarga shohid bo'libsiz. Demak, mushta kutubxonalarning qurilishi, shu ikki kutubxonaning alohidligi, xosligi nuqtasiga birlashtirib, real ahamiyat haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Bo'ldi. Uyg'urlar shahar madaniyatiga ega o'ltiraq turmushga odatlangan bir xalq bo'lish bilan bularningki kitob o'qish odati hali uzoq tarixga ega. Oilalarda kitob saqlaydigan, kitobga ahamiyat beradigan, kitobni tuplaydigan, kitobni ko'chiradigan bunday xalq madaniyat an'anasi hal umumlashgan. Lekin shu keyingi kunlarda xo'jalar davrida o'qiydigan kitoblarning mazmunida qatmallashish, bir xillik ko'riladigan, anandan kishilarda bekinmachilik, qashshoqlik, nodonlik umumlashgan shunday bir ijtimoiy ahvol ko'rilib, umuman xalqimizning ma'naviy safosida chekinish, ideya ong jihatda oqida qilish kelib chiqdi. Mush sababdan 100 yillarning ilgirki Uyg'ur jamiyatiga kelgan chet ellik ekspeditsiyachilar Uyg'ur jamiyatining nihoyat qaloq, bekinma, nomrod, qashshoq holatiga qarab nihoyat ichinishliq jumlalarni tuzgan. Shu vaqtda qanday bo'ldi deganda, Qashqar, G'uljidan iborat ikki muhim shaharda mush yangilik talpinadigan, ilg'orlikqa intiladigan, jaddidchi ruh bilan jamiyatni tuzashga intiladigan bunday bir islohotchilar, yangilikparvar kishilar chiqdi. Shu vaqtda Qashqarda Abduqodir Domollamning dalolat bilan yangilik talpingan Qashqar yoshlari Xayriyat kutubxonasi deydigan bir qiroatxona qurgan. Ammo ayni vaqtdagi aksiyatchi hukumatninki aktiv qo'llamasligi, jahil mutassib kuchlarninki bu bir ozg'unlik deb fatvo berish bilan bu qiroatxona 1 yil qolmayligidan to'xtab qolgan. Demak 1915-yili, ya'ni buningdan 100 yil muqaddam ochilgan qiroatxona 1 yilmi umr ko'rmagan. Shu vaqtda Abduqodir Domollam Shura jurnali deydigan bir jurnal bo'ldi ekan Tataristonda. Shu jurnalga bayon haqiqat deb bir maqola yozib, nihoyat g'azab bilan mush ishni inkos qilgan. Mushunda taraqqiy qilgan madaniyatning muqaddimasini boshlash maqsadida Qashqarda bir kutubxona ochildi. Bizning jahil mutaassib kuchlarimiz buningga ozg'unlik deb fatvo berib, buni taqashga majbur qildi deb. Demak, bu shu vaqtdagi ko'nliklar, yangilik, ilg'orlik bilan qaloqlik o'rtasidagi kurashninki kaskinligini ifodalaydi. Endi yana shu yili G'uljida Abdulla Bobi qatorliq bir turkum ilg'or ma'rifatchilarninki tashabbusi bilan G'uljidagi Xuyzullarninki oqsoqoli bo'lgan Nuraxon oqsoqol degan kishi Nur qiroatxonasi degan bir qiroatxona qurdi. Demak, Qashqarda qurilgan qiroatxona bilan G'uljida qurilgan qiroatxona 1915-yil qurilgan. Buningga 100 yillar bo'ldi. Ammo har ikki qiroatxonaning umri shunday uzun bo'lmadi, jamiyatdagi o'yiniga rolimi ko'ngildagidek bo'lmay qoldi. Endi Sony shirkatininki qurg'uvchisi Akio Morita degan odamninki bir gapi bor ekan. Agar sen bir odamdan bir kunda yarim qadam keyinda qolsang, 1 yilda 183 qadam keyinda qolasan, 10 yilda 4000-5000 chaqirim keyinda qolasan deb. Biz 100 yilning oldidagi ash qizg'inligimiz bilan agar kitob o'qiydigan bir jamiyat qura olgan bo'lsak, u vaqtda biz unchalar xalqning keyinda qolmaydik. Shuna biz hozirgi kunda bo'lsa-mu, yana fursatni chang tutib, maktablarga moslashib, idora organlarga, kutubxonalarga, qiroatxonalarga moslashib, jamiyatdagi ijtimoiy kuchlarning yordami bilan har qaysi shaharlarda shunday kutubxonalarni qurib, jamiyatning bir ilgarilishini, kishilarning ong saviyasininki uyg'unishini, kishilarda bir
jamiyatga moslasha oladigan sifat safoning hozirlanishini maqsad qilib shunday kutubxonalarni quryapmiz. Bu kutubxonalarning qurilishining ijtimoiy ahamiyati dal mushayda. Endi bir odam hozirgi sharoitda o'zini jamiyatning taraqqiyot yo'nalishiga moslashtirmasa, texnik keyinda qoladigan, texnik tangponligini saqlay olmaydigan bir shakalsimon psixikaga ega oddiy odamga aylanib qoldi. Shunga biz faqat kiyinish, tarinish jihatida zamonaviy qiyofatga kirib olmay, ruhiy jihatdami, ideya jihatdami bir zamonaviy bo'lishimiz bugungi jamiyatning nihoyat muhim bir taqozosi bo'lyapti. Shunday vaqtda kutubxonalarning qurilishi albatta jamiyatda muayyan ijtimoiy ahamiyatga ega. Ammo bu yetarlikmi deganda Qashqar cho'ng shahar, Suydong cho'ng nahiya. U yerda nihoyat ko'p kishilar bor. Shunchalar ko'p kishilarning ehtiyojini bir kutubxona qondirib ketolmaydi. Ammo bu bir yaxshi boshlanish, yangi bir yuzlanish. Shunday bir yaxshi boshlanishni, yangi yuzlanishni ulgu qilib, buni umumlashtirish orqali jamiyatda bunday kitob o'qishga ahamiyat beradigan, kutubxonalarni qurishga ahamiyat beradigan bir kayfiyat shakllansa bo'ladi. Eng aqallisi har bir oilada cho'qim birdan kutubxona bo'lishi kerak. Endi Osmon hojim, endi Qashqarda qadimdan tortib madaniyatga, ma'rifatga ahamiyat beradigan, qizg'in so'yadigan mushta ruh va tarixiy an'ana bor. Mush nuqtadan aytganda bugungi Qashqar kishilari mushu qutbilik kutubxonasiga kirgandan keyin mush kutubxonaga nisbatan ularning inkosi qanday bo'ldi? Qashqar xalqi ajaldan tortib kitob xumori xalq bu. Hozir intilish yaxshi. Mush bir turkum hozir bizga 30dak mushtarqa tijoratchi mushtarqa o'tdi. Qalbini topshiribdi da. Pul lozimmi? Maktab ochandiq, ma'rif yordam qilamdiq, oliy maktabga yordam qilamdiq, bilim ahllariga yordam qilamdiq deydigan hissiyat asta-asta to'rtga chechagilayapti da. Meningcha hozir sharoatda mushu bizning Qashqardagi Uyg'urlarimizga loyiq mush kutubxona bundan keyin g'olib bo'lib ketishini ma'lum. Endi Ulsanjon muallim mushu Suydongdagi xayriya kutubxonasi qurilgandan keyin balkim har soha kishilari o'ziga tegishli kitoblarni oriyat elib yoki naq maydonda o'qib, buningdan manfaat olayotgan bo'lishi mumkin. Shu go'zal manzarlarni ko'rganda, kishilarning bir rozimanlik hissiyotini, mamnuniyat kulgisini ko'rgan vaqtingizda sizda qanday bir hissiyot bo'ladi? Bizim xayriya kutubxonasi qurilib, mush qisqa vaqt ichida bizning Qo'rg'os noyasidagi korxonachilar, tijoratchilar, anundan keyin diniy zotlar, ziyolilarimiz iqtisodiy jihatda yordam berishdan boshqa o'zlarining oilalari saqlayotgan eng qimmatli, foydalanish qimmati yuqori bo'lgan kitob materiallarini kutubxonamizga akilib, ko'pchilikningki ko'rib foydalanishga tavsiya qilyapti. Bu endi shu bir xil eng qimmatli kitoblarningki oilalardan jamiyatga bir yuzlanishi. İkinci birisi bizdeki xayriya kutubxonasi qurilgandan keyin bo'lib bizdeki shu ma'rif ishlarimizda farzandlarimizningki o'zlariga bo'lgan uchur to'plash, material izlanish jihatda bu bir yaxshi bir material shundaqla ilm bo'lib qoldi. Yana birisi bizdeki shu demirish chiqqan peshqadamlarimiz. Ondan başqa ishchi xizmatchilarimizningki shanba kunlik va ishdan tushgandan keyin vaqt bo'sh vaqtlari bizning kutubxonamizda. Biz mush kutubxonaningki kundalik mush faoliyatlarga o'zimiz kirib davomli ko'rib turg'achqa mush yerdagi bolalarimiz, farzandlarimizning kitob ko'rayotganligi, peshqadamlarning kitob ko'rayotganligini ko'rgan mush minutlarda ish qilib odam ajoyib bir so'ynib ketadi ekan. Undan boshqa bizning bir qism to'y kunlarimiz yoki bo'lmasa ba'zi bir faoliyatlarimiz, cho'ng-kichik faoliyatlarimizda sovuq qiladigan narsa kitobga yuzilyapti. Kitob sovuq qiladigan. O'zinki kelgan mehmonlarga yoki bo'lmasa o'z uylarida tuzilgan har xil markalarda kitob sovg'a qiladigan bir odat shakllandi. Buning bilan bizniki turli murosim faoliyatlarimizda bir xil ilmiy murosim, ilmiy mehmondorchilikning shakllanishida muhim rol o'ynadi. Demak, bu shu kutubxonaning qurilishi Suydongdagi yaqin 2 oy ichidagi Qo'rg'os xalqining ma'naviy hayotida bir yengillish, bir xil yuksalish paydo qildi, bir xil qiziqlik paydo qildi. Endi Yalqunka biz kitob o'qishchili deb xarakterlangan 2015-yilning eng oxirgi haftalarida Qutbilik kutubxonasi bilan xayriya kutubxonasini cho'r deb kitob haqida suhbat qurib o'tiribdik. Endi siz mush fursatda mushu kitob o'qishchili bo'lgan o'zingizning bahosi va ta'sirotingizni qisqam o'tirib qo'yib o'tsangiz. Mushu bir yilninki kitob o'qishchilik qilib bekitilishi odatdagi bir o'qituvchining tashabbusi. Demak, odatdagi bir o'qituvchining mush tashabbusi bir xalqning umumiy ma'naviy kayfiyatiga, ma'naviy qizg'inligiga aylandi. Demak, bu bir yil bizning ma'naviy turmushimizdagi endi yetakchi melodiya shu kitob o'qishga ahamiyat berish bo'ldi. Asli bir yilni kitob o'qishchilik deb bekitishning o'zi qanday qilish deganda bek to'g'ri emas. Nima uchun to'g'ri emas deganda odatda kitobni cho'qim odam o'qiyverish kerak. Bu
bir odam tomoq yeyishili deb bekitmaydi o'zining hayotida. Bir millatni unda bekitmaydi. Xuddi tomoq yeyishili deb bekitmaganga o'xshash, bizmi kitob o'qishili deb bekitmasligimiz kerakda. Ammo bizning ijtimoiy ahvolimiz, bizning xalqimizningki kitob bo'lgan muomalasi dal mushundaq bir xil ijtimoiy chaqiriqning o'ttirg'i chiqishini taqozo qildi. Shunga bu chaqiriq to'g'ri bo'ldi. Bizda ham kitob o'qish xuddi tomoq yeyishga o'xshash. Biz o'zimizni moddiy narsalar bilan oziqlantirgandek, ma'naviy narsalar bilan oziqlantirishni turmushimizning odatlik bir normal tartibi deb odatlanmagachga biz kitob o'qishni mana shunday dag'dug'liq bir faoliyat orqali umumlashtirishga muhtoj bo'ldik. Men bizningki xalqimizning hozirgi odatida kitob idig'i to'lmagan bir oiladagi ota-ona qanday bo'ladi deganda, ular faqat bola beqish tipidagi ota-ona bo'ldi. Bola tarbiyalash tipidagi ota-ona bo'lolmaydi. Ular bolalarining qo'sqini to'q qilib, kiyimini butun qilib, maktabga chiroyli uzatib, og'rib qolsa darhol doktorxonaga olib borgandek qilgan bilan bugungi davrning talabidan aytgan bolalarning ma'naviyatiga ko'ngil bo'lish kerak. Ma'naviyatga ko'ngil bo'ladigan bir odam kitob o'qimay qolmaydi. Ham bu kitobni men kunda kitob o'qisam, mening vaqtim yo'q deydigan odamlar. Amaliyotda bu bir bahona. Odatda bir odam kunda 15 minut vaqt chiqarib kitob o'qisa, bir yilda 20 pach kitob o'qiy oladi. Bir odamning bir kunda 15 minut vaqt chiqarish degan kitob o'qishga, u eg'izga og'izsiz narsa. Biz endi muayyanlashtirish to'g'ri kelsa, bu yilgi kitob o'qishili nihoyat ahamiyatli bo'ldi. Bu chaqiriq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ldi. Bir millatning ma'naviy hayotida xili jonlanish kayfiyati shakllantirdi deb ayta olamiz. Endi Osmon aka, bayonmi dedingiz, mayli Qutbilik kutubxonasi bo'lsin yoki Suydungdagi xayriya kutubxonasi bo'lsin, har ikkisi so'z tijoratchilarining, korxonchilarning yordam qilishi bilan, hamdamda bo'lishi bilan ro'yobga chiqqan kutubxonalar. Endi siz mushu fursatda mushu Qutbilik kutubxonasini qurish qatnashgan, iqtisodiy jihatda yordamda bo'lgan korxonchilarga ham o'qirmanlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Kutubxonani qurishga yordamlashgan, mushuni qurishga o'zi bosh bo'lgan, undan keyin mush kitob o'qiyotgan yo'ldoshlarga mening deydigan najih gapim bor. Ammo gapni ig'zimda ifodalab bo'lolmayman. Mushu davrda topgan pullarni, yo'g'on binoni silib o'tiradigan pullarni xalqimiz to'g'ri yo'lga mangson deb pulni berayotgan savdogarlar, hamma yerdagi mush pul tepayotgan savdogarlarning hammasiga mushularni ash Qashqarga o'xshash, G'ulji Qo'rg'osga o'xshash ashuna kutubxonani qurishga ashuna muhtoj bo'layotganlarga yordam qilsa, mush bay savdogarlar deyman. Endi yo'ldoshlar haqasirga meningki deydigan gapim bakchiq. Mush o'ttag'anlar rasmiy endi mush bizningki mush Qutbilik kutubxonasi bilan Qo'rg'osdagi xayriyat kitobxonasiga mush bir a'zo bo'lib, hech bo'lmaganda bir tilpinni ilib bir haqli kitob o'qiyotibdi deb tilpin deb so'rashib qo'yalar. Balkim sizningmi Osmon hojimga o'xshash mushu kutubxonaninki qad ko'tirishi, qurilish uchun hamdamda bo'lgan korxonchilarga, o'qirmanlarga mush kitobni himoya qilayotgan yaxshi qalb egalariga deydigan yurak so'zingiz bor. Qo'rg'osdan iborat vujud azaldan saxovat ishlariga boy aning biri. Oldingi asrninki boshlarida bizning Qo'rg'osda yangidan qurilgan xayriya maktabi, Namun maktablari bizning mushu Qo'rg'os diyoridagi ma'rifatparvar, ilmsuyar korxonchilarimizningki, boylarimizningki kuchi bilan qurilgan. Demek bizim bugün gündeki Qo'rg'osdagi xayriya saxovat jamiyati xayriya kutubxonasidagi xayriya degan atalg'imi, demek bizninki oldingi asrninki boshlardagi mush xayriya maktabninki nomini shundaqla shu xayr saxovat ishlari bilan shug'ullangan tijoratchilarimiz, boylarimizning ro'yininki davomi deb qaraymiz. Mana mushkil ruh bo'lganligi uchun Qo'rg'os diyoridagi keng korxonchilar, tijoratchilar, boylar, diniy zotlarimizdan tortib har soha mushu kutubxonaninki qurilishi uchun alohida kuch chiqadi. Mush munosabat bilan alohida rahmatimni bildiraman. Bizningki mush xayriya kutubxonasi qurilgan kundagi bir ta'sirli ko'rinishlar, mush kunda nurg'un o'ylardan yomg'ir o'tib ketdi. Nurg'un kishilarimiz besaramjon, oilalardan xotirjam bo'lolmayotgan ahvol ostida kutubxonaning ochilish marosimiga shunchalik dag'dug'a qatdi. Biz nurg'unlagan konsertlarga, kishliklarga kishilarning top mang'inni ko'rgan. Lekin kutubxonaga da top kelganda men shu kuni yalqinkam iztirobli shahid ajoyib hayajonlandim. Shu yomg'irli kunda 7-8 birəmin odam kutubxonada kitob setib oldi. Bizning 3 yozuvchimizningki qalami atdigandan soat 2 to'xtamay imzo qo'ydi. Endi yalqinka mushu xalqimizning iqtisodiy faoliyatlaridagi avangard kuch sanalgan so'z tijoratchilarining
jamiyat o'zining burchini ado qilish, qimmatini namoyon qilish qatorliq jihatlardagi ijtimoiy burch haqida balkim o'ylaganlaringiz bo'lishi mumkin. Növbətdə cəmiyyət, bu Uyğur cəmiyyəti bir karxançılıq dövrüge qədəm qoydu. Karxançılıq Uyğur cəmiyyətidəki bir qızıq yüzünü şop qaldı, bir qızıq temi olub qaldı. Demək, karxançılarının ki, bunda qoşun sütüdü barlıq gelişi biz üçün etqanda bir xoşallıqdan derek verdi. Hər qandaq vaqtda, hər qandaq bir topның, hər qandaq bir ictimai gücünün ki, müəyyən burcu olur. Cəmiyyət aldığı üteşki tegişlik məsuliyyəti buludu. Karxançılardan ibarət şu bir ictimai qatlam bugungi kunda jamiyatda qandaq rol o'ynash ustidami bir o'ylanadigan bosqichga keldi. Odatda bir odam pul malininki ko'p bo'lishi bilan boy hisoblanib ketmaydi. Moddiy boyligi bo'lib, ruhiy boyligi bo'lmagan bunday boylarni pul va namrat deb ataydi. Shunga bizningki karxanchilarimizningki, boylarimizningki, savdo sanoatchilarimizningki faqat pul tepishni biladigan, ammo pulga qandaq muomala qilishni bilmaydigan. Tangpongsizligi ularning hayotidagi bir kamtuklik deb qaralish kerak. Boylik el yurt uchun sarf qilinmasa, xalq uchun sarf qilinmasa, o'z qiymatini hargiz topolmaydi. Pul tepish bir turli qobiliyat. Pulga qandaq muomala qilish bu bir turli sapo masalasi. Shunga biz ularning qobiliyatiga ko'z yummaymiz. Ularning qobiliyatidan suyunimiz, tortgan jafo mushaqqatlarga istoshlik qilamiz, ularni millatningki boyligi deb qaraymiz. Ammo ularning bugungi kunda burchini tonish jihatdagi yetersizligiga nisbatan ma'lum jihatda sagitish yoki yetaklash xarakterlik fikrlarni o'ttirib qo'yishni esimizdan chiqarmaymiz. Biz bugungi kunda jamiyatimizdagi avangard kuch bo'layotgan karxanchilarga ma'lum darajada ularning burchini unutib qolmasligini, bu jihatda xuddi savdo fursatini qo'ldan bermagandek, saxovat va el yurt uchun xizmat qilish fursatini qo'ldan bermaydigan shunday bir ilg'or ideyaga, ilg'or onga ham yuksak burch tuyg'usiga ega boylardan, karxanchilardan bo'lishini orzu qilamiz. Tarixdan buyon Uyg'ur jamiyatiningki madaniyati, milliy ma'rifiga boshlamchilik qilib kelayotgan shunday bir qadimiy yurtda keng xalq ommasiniki madaniyat safosini yuqori ko'tarish maqsad qilingan xutbalik kutubxonasidan iborat shunday bir kutubxonaning qurilishi bu haqiqatan olqishlashga tegishli bir ish. Mush kutubxona qurilgandan keyin bu kutubxona o'quvchi, o'qituvchilarniki bilim olish so'riniga tadqiqotchilarniki o'zining tadqiqotiga shu material izlaydigan material ombirga do'st yaronlarniki sirtdan kelgan do'stlarni sayohat qildirgan muhim sayohat bazasiga adabiyot san'atkorlarniki suhbat o'tkazadigan yaxshi anjuman so'riniga aylanib shu Qashqarni tashviq qilish milliy madaniyatni jonlantirish jihatda turtlik rol o'ynatadi. Avam fuqaroning madaniyat seviyasi kitap o'qishdan barliq keldi ekan. Bir yaxshi kitob o'qish, bir qulni azod qilgandek, tangirqab turgan nurg'un yoshlarga yo'riqlikni ko'rsatib bergandek, jamiyatdagi o'zimizning majburiyat va mas'uliyatlarini tunib yetayotgandek, shunday bir ideya bizni shu ishga yetaklab kirdi. Ishimiz ko'pchilikningki butun jamiyatning qo'llash arkasida bizning shu boshlagan ishlarimiz nihoyat yaxshi natijalarni elib kelgisi. Ruga xishor deydigan bir psixolog bir gapni degan ekan. Bugungi dunyoga kishilarga ofat olib kelayotgan narsa bu yer davrash emas, suv ofati emas. Hatto Yaponiyaningki Xirosima oraliq tashlangan atom bombasi emas. Eng zo'r fojia nurg'unlagan kishilarningki yoshirin iqtidorini ocholmasdan u dunyoga safar qilib ketib qolgani degan ekan. Biz bilimga murojaat qilmasak, ruhiy dunyomizni betadigan ishlarni ko'p qilmasak, biz albatta shunday xirisqa to'lgan shunday bir bilim egilki davriningki raqobat taraflaridan shallanib ketish ehtimolligimiz bo'ladi. Shunga bugungi kunda qutbilik kutubxonasi, xayriyat kutubxonasiga o'xshash shunday kutubxonalarningki Shinjongning har qaysi joylarida qurilsa, xalqimiz shunday bir xil kitob o'qish madaniyatiga yurish qilsa, xalqningki umumiy safosi o'ssa, uning kendi taraqqiyotda zo'r ilgirlash bo'ldi deb qaraymiz. Nobel mukofotiga erishgan shoir Yusuf Brodskiyning bir so'zi bor. İnsaniyat jamiyatida ikki vahshiylik bor deydi. Birisi kitob ko'ydirish deydi. Yana birisi kitob o'qimaslik deydi. Men bu gapni yana menda izohlayman. Kitob ko'ydirishku tarixdagi talaba madaniyat yavoyilarininki tarafidan bo'lgan bir ish bo'lsa, kitob o'qimaslik texmi echinishmikan deyman. Kitob boru, lekin kitob o'qimaslikda cho'qim bir benormallik bor undaqda. Bu benormallikning sababi har xil bo'lishi mumkin. Dal mana shunday bir zamoniy dunyoga yavoyillikdan tugizishda
Osman Hacim'e okşaş, Hüseyin Can'a okşaş, müşina adamlar ve müşina okşaş şirke meydisi kirip çıkan adamların etrafı da şularını yönevatkan nurgun karxançılarımız, pul taptan baylarımızın kıymetli ruhiyatı demdi. Kitap okutuvatkanlığımızı özü karxançılarımızın üstüne şunun da direkt verdi ki biz etrafımızdaki adamlarımızı kançı marifetlik kıysak ular marifetlik, medeniyetlik istimalga yeteklengen boladı çağda. Anlık medeniyetlik istimalının özü bizim soğudu ve ticaretimizde bir medeniyet yükseldirdi. Bu xuddi sonun yüzü kötülügen hemen kiminin yüzü üzümü kötülügen okşaş bir narsa. Şu halkımızın sapası kötülügen vaxtıda mukarrar halde bizim ticaretçilerimiz, karxaçılarımız yine ağıtımı çokum kötürüldü dep oylayman. Jalaliddin Rumi Hazretleri şunda degen ten atqa o'xshaydi, ruh atning egisiga o'xshaydi. Atning o'zig'ini atning egisi yeyolmaydi degan. Deyadiki atning egisining o'zig'i kitob. Uyg'urlar ta Orxon davridan boshlangan gullangan bir madaniyatning barpochisi, tarqatquchisi va varisi. Bizda mushunda bir an'ana bo'lgan. Shu uzoq tarixdagi mol yozma yodgorliklarimiz mushunda bir yozma yodgorlikni o'qiydigan, kitob o'qiydigan odati bor xalqimiz bo'lganligi uchun bu yodgorliklar maydonga kelgan. Bugungi kunda Qashqardagi va Qo'rg'osdagi mushu kutubxonalar bizdagi mushunda bir yaxshi an'anani, ya'ni kitobni qadrlaydigan, kitobni so'yadigan, an'anani parlatadigan bir yangi bir vosita, yangi bir so'rin bo'lib qolishini umid qilaman. Biz bugun Qashqarda shundaqla Qo'rg'osda qurilgan shaxsiy kutubxonalarning umumiy ahvolidan xabar topdik. Bizda ulguning kuchi cheksiz degan gap bor. Shaxsiylarning himmati bilan qurilgan bu kutubxonalar bizga asos, manba va qiymat sifatida aktiv ta'sir qilib, bizning kitob o'qish yilidagi barliq ilg'or taraflarimizga va zamonaviy ongni yetildirishimizga aktiv ta'sir ko'rsatsa degan umidda. Shundaqla bu kutubxonalarning bir qadimiy cho'ng sifatida butun Shinjong miqyosida kengayishini, yalqinjishini, ulg'ayishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Bugun suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.